Juda ham ko'p SPFlar yuzni oqartirib qo'yadi, xuddi yuziga shira surib olganga o'xshab yuzni og'ir qilib noqulaylik tug'diradi. SPFlar odatda ikki xil turda bo'ladi. Birinchisi kimyoviy SPFlar, ikkinchisi bo'lsa fizik SPFlar hisoblanadi. Kimyoviy SPFlar nurni o'ziga yutib, parchalab tashlaydi va natijada yuzingizga oq ton bermasdan yuzingizni himoya qilib beradi. Fizik SPFlar bo'lsa nurni oyna kabi qaytargani uchun yuzingizga oq ton berib turadi. Hozir men sizga O'zbekistondan topsa bo'ladigan top 3 ta umuman yuzga ton bermaydigan va juda ham yengil turadigan SPFlarning nomini sanab beraman. Birinchisi Beauty of Johnsondan Relief Sun kremi. Teksturasi juda ham yumshoq, xuddi Essence ga o'xshaydi. Yuzingizga surgan paytingizda umuman oq ton bermaydi. Ayniqsa makiyajdan oldin baza qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Makiyajda juda ham zo'r turib beradi. Bu SPFda aynan kimyoviy filtrlar ishlatilgani uchun umuman oq ton bermaydi. Ikkinchi eng zo'rlardan biri bo'lgan Roundlab'dan Bridge SPF. Bu SPF ham teriga tezda singib ketadi va terida oq ton qoldirmaydi. NBC maqolalaridan birida bu SPF narxiga nisbatan o'zini sifati juda ham yuqori ekanligini alohida yozib o'tishgan.